Assalomu alaykum. Bu Xalq so'zi va Narodnaya Slava gazetalarining jahon kundaligi dasturi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump hokimiyat tepasiga kelgandan beri rekord miqdordagi amerikaliklar Buyuk Britaniya fuqaroligini olish uchun ariza topshirgan. Bu haqda Financial Times nashri vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib xabar yozmoqda. AQShda Buyuk Britaniya fuqaroligini olish uchun arizalar soni Donald Trump prezidentligining dastlabki bir necha oylarida rekord darajaga yetdi. Immigratsiya bo'yicha huquqshunoslar ham Buyuk Britaniyaga ko'chib o'tish istagida bo'lgan amerikaliklar soni ortgani haqida xabar berishdi, deyiladi manbada. Xususan 2025-yilning dastlabki 3 oyida 1930 nafardan ortiq AQSh fuqarosi ariza topshirgan. Bu qayd etish boshlangandan beri eng yuqori ko'rsatkich va o'tgan chorakka nisbatan 12% ga ko'pdir. Nashr bilan suhbatlashgan immigratsiya bo'yicha huquqshunoslardan birining so'zlariga ko'ra, bunga qo'rquv, umidsizlik va moliyaviy xavfsizlik sabab bo'lmoqda. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralarning ikkinchi raundi may oyi oxirida bo'lib o'tishi mumkin. Biroq muddat Moskvaning Vatikanni vositachi sifatida qabul qilishga tayyorligiga bog'liq. Bu haqda Bloomberg agentligi xabar berdi. Yevropa rasmiylarining aytishicha, Vatikanning muzokaralarda potensial mezbon yoki vositachi roli haqida munozaralar davom etmoqda. Muzokaralar kelasi hafta bo'lib o'tishi mumkin, garchi bu Rossiyaning qatnashishga tayyorligiga bog'liq bo'lsa ham, deyiladi nashr xabarida. Shuningdek, maqolada Rossiya Vatikanni Ukraina bo'yicha muzokaralar jarayoniga jalb qilishdan manfaatdor emasligi, Moskva o'tgan hafta Istanbulda boshlangan delegatsiyalar uchrashuvlarini davom ettirishni afzal ko'rayotgani yozilgan. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya rasmiylari prezident Vladimir Putinning Vatikanga yoki hozirgi vaqtda muzokaralar uchun boshqa joyga borishi rejalari yo'q. Buning o'rniga Moskva shu yilning 16-may kuni Istanbulda bo'lib o'tgan texnik muzokaralarni davom ettirishga e'tibor qaratgani aytilgan. Kecha The Wall Street Journal o'z manbalariga tayanib, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralarning yangi bosqichi iyun oyi o'rtalarida Vatikanda bo'lib o'tishi mumkinligini yozgandi. O'z navbatida AQSh prezidenti Donald Trump o'tgan yakshanba kuni Yevropa yetakchilariga davlat kotibi Marco Rubio va maxsus elchi Kate Kelloggni ushbu muzokaralarga yuborishi mumkinligini aytgan. Avvalroq Rim papasi Leo XIV Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni bilan suhbatda Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralarni Vatikanda o'tkazishga tayyorligini tasdiqlagan edi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Vatikanning taklifini izohlar ekan, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi keyingi muzokaralar o'tkazish joyi bo'yicha qaror hali qabul qilinmaganini aytdi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi chegarada xavfsizlik bufer zonasini yaratish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumat a'zolari bilan uchrashuvda ma'lum qilgan. Prezidentning aytishicha, Rossiya qurolli kuchlari bu buyruqni allaqachon amalga oshirishga kirishgan. U xavfsizlik zonasini zarur dedi va mamlakat qurolli kuchlari hozirda bu muammoni hal qilayotganini qo'shimcha qildi. Qayd etilishicha, Belgorod, Bryansk va Kursk viloyatlarini himoya qilish uchun Ukraina bilan chegarada xavfsizlik bufer zonasi yaratiladi. Bu hududlar Ukrainaning Kharkiv, Sumy va Chernigov viloyatlari bilan chegaradosh. Avvalroq harbiy ekspert, iste'fodagi polkovnik Anatoliy Matvichuk rossiyalik harbiy xizmatchilarga Sumy va Chernigov viloyatlarida bufer zona yaratish vazifasi qo'yilgan haqida xabar bergan edi. U Sumy katta ehtimol bilan bu qurolsizlantirilgan hududga kiritilishini taklif qildi. Putin chegarada bufer zona yaratish zarurligi haqida gapirar ekan, Ukraina qurolli kuchlari va xorijlik yo'llanma askarlarning qo'llayotgan usullari terroristlikdir dedi. Biz odamlarni o'qizish va harbiy harakatlardan jabr ko'rgan qishloq va shaharlar aholisini, ochig'ini aytganda, Ukraina tuzilmalari va chet el yo'llanma askarlari qo'llagan va qo'llayotgan terrorchilik usullaridan eng ko'p tashvishlanayotgan masalalarni muhokama qildik, dedi Rossiya prezidenti. Uning qo'shimcha qilishicha, dushman chegara hududida o'qqa tutish uchun harbiy ahamiyatga ega bo'lmagan nishonlarni tanlamoqda. Shu bois jabrlangan chegara hududlarini imkon qadar tezroq tiklash bo'yicha kompleks dastur tayyorlanadi va kerakli moliyaviy hamda moddiy resurslar bilan ta'minlanadi. Rossiya Davlat dumasi Mudofaa qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Aleksey Juravlev bufer zonani yaratishda Ukraina qurolli kuchlariga ega bo'lgan raketalarning uchish masofasini hisobga olish kerakligini aytdi. Agar chegaralarimiz xavfsizligi haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi navbatda Ukrainaga yetkazib beriladigan xorijiy qurollarning turlarini hisobga olishimiz kerak, dedi Juravlev. Uning eslatishicha, Storm Shadow raketalari 500 kilometrgacha masofani bosib o'tishga qodir. Ukraina bo'linishi kerak bo'lgan ssenariy bor. Agar G'arb Kiyevni bunday raketalar bilan ta'minlashda davom etsa, bu mumkin, deydi u. Qo'mita a'zosi Andrey Kolesnikning so'zlariga ko'ra, Rossiya va Ukraina chegarasidagi xavfsizlik bufer zonasining uzunligi kamida 50 kilometrni tashkil etishi kerak. Bu zona raketalarning uchish masofasiga, G'arb davlatlari Ukrainaga yetkazib beradigan uzoq masofaga mo'ljallangan
qilingan qurollarga bog'liq bo'ladi. Harbiy ekspert Vasiliy Dandikin ham 50 kilometrlik bufer zonaga ishora qildi. Obyektiv ravishda, mening fikrimcha, dronlar ucha olmasligi va artilleriya yetib bora olmasligi uchun kamida 50 kilometr taxminan, deydi u. AQSh hukumati federal talablarga rioya qilmayotgani uchun Garvard universitetiga xorijiy talabalarni qabul qilish imkoniyatini bekor qildi. Bu haqda The Economist Times nashri xabar bergan. Unda aytilishicha, mazkur qaror Garvard universitetida tahsil olayotgan 6800 nafar talabaning keyingi faoliyatiga ta'sir qiladi. Sababi endi ular o'z o'qishini ko'chirishga majbur bo'lishi mumkin. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Kristi Noem Tramp ma'muriyatining Garvard universitetiga xorijlik talabalarni qabul qilishni taqiqlash to'g'risidagi qarorini universitetning yahudiy talabalari uchun xavfsiz muhitni ta'minlay olmayotgani va tenglik siyosati to'g'ri yo'lga qo'yilmagani bilan izohlagan. Ma'lumki, AQSh Milliy xavfsizlik departamenti mamlakatga keladigan chet ellik talabalarga beriladigan vizalar hamda zarur bo'lgan hujjatlarni rasmiylashtirish imkonini beruvchi talabalar almashinuvi dasturini boshqaradi. Bir necha kun oldin ushbu departament Garvard universitetini mazkur dasturdan chiqarib tashlaganini ma'lum qilgan. Endilikda Garvard universiteti xorijlik talabalar uchun zarur bo'ladigan hujjatlarni taqdim eta olmaydi. Bu esa oliygohning chet ellik talabalarni ro'yxatga olish qobiliyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazadi. Garvard vakilining ta'kidlashicha, Tramp ma'muriyatining ushbu harakat qonunga zid bo'lib, ta'lim muassasasi bilan bo'lgan ziddiyatlar uchun qasos olishga o'xshab tuyulyapti. Hozirda universitet rasmiylari o'z talabalariga yo'l yo'riq ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash uchun barcha harakatlarni boshlab yuborgan, deb qo'shimcha qildi u. Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari Tehronning yadro dasturi bo'yicha muzokaralarning 5-bosqichini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi va AQSh prezidentining Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili Steve Witkoff juma kuni Rimda uchrashishi rejalashtirilgan. Ummon vositachiligida olib borilayotgan ushbu muzokaralarda Eronning yadro qurol ishlab chiqarishini oldini olish evaziga xalqaro sanksiyalar yumshatish bo'yicha yangi kelishuvga erishish maqsad qilinmoqda. Aniq natijalar haqida xabar berilmagan, biroq Washington va Tehron Eronning uranni boyitish masalasi bo'yicha keskin pozitsiyalarni bildirgan. Witkoffning aytishicha, Eronga uran boyitish faoliyatini amalga oshirish ruxsati berilmaydi. Eron oliy rahnamosi Ayatulloh al-Xomanaiy bu talabni ortiqcha va haqoratomuz deb atab, muzokaralar natija bermasligi mumkinligidan ogohlantirdi. AQSh davlat kotibi Marko Rubio seshanba kungi bayonotida Washington Eronning tinch yadro energetika dasturiga ega bo'lishiga ruxsat beradigan, ammo uran boyitishga yo'l qo'ymaydigan kelishuvga erishishga harakat qilayotganini aytgan. U bunday bitimga erishish oson bo'lmasligini ham tan olgan. Payshanba kuni esa AQSh davlat departamenti Eronning qurilish sohasiga nisbatan yangi sanksiyalar e'lon qildi. Bitimga erishish yo'lini topish raketa ilmi emas-ku, deb yozadi Araqchi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Yadro qurollar bo'lmasa, kelishsak bo'ladi. Uranni boyitishga ruxsat berishmasa, kelisha olmaymiz. Qaror qabul qilish vaqti keldi. Muzokaralarda ikkala tomon uchun ham xavf yuqori. Tramp Eronning yadro qurol ishlab chiqarish imkoniyatini cheklamoqchi. Bu esa mintaqada yadroviy qurollanish poygasini boshlab yuborishi mumkin. Eron yadrodan faqat tinch maqsadlarda foydalanishini ta'kidlab, iqtisodiyotga zarar yetkazayotgan xalqaro sanksiyalarni olib tashlashga harakat qilmoqda. Tramp 2018-yilda Eronga nisbatan sanksiyalarni yumshatish evaziga uning yadroviy dasturini cheklovchi 2015-yildagi qo'shma harakatlar rejasini bekor qilgan edi. Prezidentlikka qayta saylangan Tramp 2025-yil yanvar oyida Eronga qarshi maksimal bosim rejimini tikladi. Xususan, Eron neft eksportiga, ayniqsa Xitoyga bo'lgan eksportiga to'sqinlik qilish orqali iqtisodiy bosimni kuchaytirdi. Eron esa bunday harakatlarga qattiq javob qaytarib, o'zini har qanday hujumdan himoya qilishga tayyorligini bildirgan va boyitish darajasini 2015-yilgi bitimda belgilangan chegaralardan ancha oshirib yuborgan. Aprel oyida Ummon vositachiligida muzokaralar boshlangach, keskinlik biroz pasaydi, biroq Tehronning boyitish dasturi asosiy bahs mavzusiga aylandi. Agar bu masalada muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlansa, vaziyat jiddiy tus olishi mumkin. Tramp bir necha bor kelishuvga erishilmasa, harbiy choralar ko'rilishi mumkinligini ta'kidlagan. Eron bilan muzokaralarga qarshi bo'lgan Isroil esa Tehronning hech qachon yadroviy qurolga egalik qilishiga yo'l qo'ymasligini bildirgan. Isroil Eronning yadroviy inshootlarga hujum qilishni rejalashtirayotgani haqidagi xabarlardan so'ng Araqchi payshanba kuni ogohlantirib aytdiki, agar Eron hujumga uchrasa, Washington bu hujum uchun huquqiy javobgarlikni zimmasiga oladi. Biz hozircha shular, xalq so'zini kuzatishda davom eting.